So'rab boshlaymiz. Allo. Assalomu alaykum. Durujbagan siz eshitadi. Kvartira chiqdi sotuvga. 4 xonalik, 3 xonali qilingan. 70 kvadrat. Yevro remont. Qo'shimchasiga ikkilamchiga ham bo'ladimi? Yani parkovkasi ham bormi? Xo'p, bizni kuzatib boring. Hozir biz shu kvartirada hozir ko'rib o'tamiz. Hozirda ko'rib o'tadigan ushbu kvartiramiz 4 xonalikni 3 xonali qilingan hamda o'zining yerto'lasiga ega, yana qo'shimchasiga parkovkasi ham bor. Yana ikkilamchi kredit asosida ham olishingiz mumkin. Endi esa kvartiramizning to'liq obzorini ko'rib o'tamiz. Eshikdan kirish qismi, uzun koridorimiz, uyimiz to'liq yevro remont qilingan, to'liq aboy qilingan. Oshxonamiz, birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, u yerda uchinchi xonamiz hamda sanusiy xonalar alohida chiroyli qandillar qo'yilgan. Nafis aboylar ishlatilgan. Bu yer birinchi xonamiz. Bu yerni siz mehmonxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Uyimiz barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Bu yerda ikkita deraza mavjud, radiatorlar turetskiy, u yoqdagida gilamlar to'shilgan, pardalar ilingan, chiroyli qandillar. Bu yerda bemalol 10-15 kishigacha bo'lgan mehmonlaringizni kutib olib, bu yerga yana xohlasangiz yumshoq mebel ham qo'yishingiz mumkin. Endilikda eshiklarimiz zakazli MDF eshiklar ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi xonamiz. Bu yerni siz yotoqxona sifatida ishlatishingiz mumkin. Ahamiyat beramiz. Uyimiz ikki tomonlama proyektga ega. Bu yerda ham xuddi shunday chiroyli pardalar ilingan. Uyimizni fayzli, nafis. Sanusiy xonamiz alohida. Bu yer yuvinish xonasi hamda hojatxona. Unitaz hamda rakvina. Men bu yerni birinchi ko'rishda yer osti tunneli deb yugurib kelib shu yerni birinchi ko'rganda bu yerda shochiklar bor. Nima desak bo'ladi? Bu esa uchinchi xonamiz. Bu yerni siz bolajonlar yotoqxonasi sifatida ishlatishingiz mumkin. Endi esa oshxonamizni ko'rib o'tamiz. Oshxonamiz ham kengina, kattagina bo'lib, oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Hamda bu yerda duh konturni isitish tizimi ham bor. Uyimiz to'liq dokument, kadastrlar barchasi joyida. Manzilni eslatib o'taman. Manzil Buxoro shahri 7-mikrorayon. 4 xonalik uyni katta 3 xonalik uyga almashtirganlar. Uyimizning egalari hamda полностью yevro remont qilingan, aboy ham qilingan. Undan tashqari uyimiz ikkilamchi kredit asosida ham sotib olishingiz mumkin. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.